Hozir bu JSON Web Token uchun endi filtr yozish jarayoni. Xo'p, nimaga kerak deydigan bo'lsak, hozir filtrlarga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Xo'p, JWT filter nomli klass olaman va u to'g'ridan-to'g'ri filtrdan emas, kelinglar once per request filter degan implementatsiyasi bor, o'shandan voris olamiz. Xo'p, u bizga do filter internal degan bitta metodni taqdim qiladi. Shu metodni implementatsiyasini yozishimiz kerak. Endi bu filtrni vazifasi nima? Qachonki biz kontrollerlar ichida qaysidir yo'lga murojaat qiladigan bo'lsak, sign up bo'ladimi, sign in bo'ladimi, istalgan yo'lga murojaat qilishdan oldin aynan shu filtr ishlasin degan narsani ta'minlab beradi. Ya'ni har qanaqa yo'lga borishdan oldin birinchi shu metodga keladi, ya'ni bizning requestlarimiz. Xo'p, request hamda response. Ana endi men asosiy qiladigan ishim shu requestni ichidan authorizationni olishim kerak. Va bitta narsani nazarda tutishimiz kerak, authorization bu ochiq yo'lga kelishi mumkin yoki yopiq yo'lga authorizationsiz ham kelishi mumkin. Har safar bu filtr ishlaydi. Xo'p, ana endi tekshirishim kerak, agar authorization teng bo'lmasa nullga va mana barrier bilan boshlanadigan bo'lsa, demak menga kerak holat. Agar boshqacha bo'ladigan bo'lsa, shunchaki ifning ichiga kirmasin. Xo'p, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish, agar barrier bilan boshlanadigan bo'lsa, shu authorizationni biz substring qilib, birinchi barrier so'zini qirqib tashlashimiz kerak hamda tokenni o'zi qoladi. Xo'p, ana endi yana bitta kerak bo'ladigan komponenti bor. Xo'p, birinchi navbatda required args konstruktorini qo'yamiz va buni ichida man JWT providerni chaqiraman. Nimagaki men tokendan username ni olishim kerak hozir. Xo'p, demak JWT providerni ichida get username bor. Bunga tokenni beradigan bo'lsam, aynan shu tokenning ichidan menga username ni olib qaytarib beradi. Endi bu username orqali men bu dasturga security orqali qaysi user kirmoqchi ekanligini topishim kerak. Uning uchun biz user details service degan implementatsiyamiz bor edi. Unda userni load user by username degan metodni override qilganidek eslasanglar, aynan shuni hozir foydalanamiz. Xo'p, demak user details service ning load user by username ichiga mana bu tokendan olingan username beradigan bo'lsak, bizga o'sha userni qaytarib beradi. Xo'p, user details qaytarib beradi. Xo'p, endi buni men security ga aytishim kerak. Mana shu userni qayoqdadir saqlab turgan deb. Uning uchun security context holderning get contexti va set authentication. Mana shu joyga authentication, ya'ni ro'yxatdan o'tgan odamni, ya'ni autentikatsiyadan o'tgan odamni saqlab qo'ygan deyishim kerak. Lekin qaraydigan bo'lsanglar, bu authentication qabul qilar ekan, biz o'sha authenticationning bolasi bo'lgan username password authentication tokendan foydalanamiz. Demak, authentication teng new username password authentication token. Xo'p, demak, bu 3 ta parametr berib olishimizni kutadi: principal, credential hamda authorities. Xo'p, principal bu albatta bizni user detailsimiz va credential kutadi. Xo'p, credentiallarni hozirchalik null berib turaman va tushuntirib o'taman. Xo'p, uchinchisi user detailsning get authorities'i. Xo'p, bu yoqda user details bu asosiy authenticationimiz. Credentiallarga biz nima berishimiz mumkin? Eslasanglar, user detailsning ichida is account non expired, user detailsning is account non locked va shunga o'xshagan 4 ta filda bor edi. O'shalarni credentiallarga berib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, qaysidir field false berib, umumiy natija false bo'ladigan bo'lsa, bu ham invalid user hisoblanadi authentication uchun va requestni oxirigacha bajarmaydi va xatolik berib o'tadi. Endi buni to'g'rilab qo'yish uchun hozir ko'rib chiqamiz. User klassiga yana qaytgan paytimizda hozirchalik null tashlab kesib turaman. Xo'p, authorities nima ekanligini hali ko'rmadik, endi ko'rib chiqamiz. Xo'p, user details orqali men bitta authentication yasashni va o'sha authenticationni security context holderga joylab qo'yishnigina ko'rib chiqdik. Authenticationni joylaganimizdan keyin bitta ish bor. Xo'p, o'zi aslida filtr qanaqa ishlaydi? Filtr nima uchun kerak degan savol bor. Xo'p, filtrning asosiy vazifasi har bir requestdan oldin ishlab userni tekshirib olish. Lekin bu filtrdan tashqari bizda Spring'ni o'zini filtrlari bor. Misol uchun filtr 1, filtr 2,
filter 3. Mana shunaqa filtrlar bor. Endi aynan bu nom bilan emas va bizni o'zimizni JVT filtrimiz ham bor. Qachonki biz yangi bin yozib buni filtr ekanligini bildiradigan bo'lsak, bu filtr delegating filter proxy degan bitta aspekt yordamida bridge design pattern orqali mana bu Springni o'zini filtrlari qatoriga avtomatik tarzda qo'shib qo'yiladi JVT filtr. Ana endi hamma filtrlarni ishlashini ta'minlash uchun filter chain degan bitta obyektimiz bor. Ya'ni uni bu yoqda ko'rishlari mumkin, filter chain. Ya'ni qaysidir filtr o'zini ishini tugatgandan keyin keyingi filtrga o'tishni bildirish uchun aynan shu filter chainning do filter metodiga request va response ni berib yuborishimiz kerak va request hamda response boshqa filtrlarga o'tib filtrlanadi. Xo'p, o'zimizni custom filtrni qo'shganimizdan keyin albatta mana bu jarayonni yozib qo'yishimiz kerak va bu hech narsaga bog'liq bo'lmagan holatda bo'lishi kerak. Chunki yopiq yo'liga kelsa mayli bu ifni tekshirib authentication olishimiz kerak, lekin ochiq yo'liga keladigan bo'lsa ham qolgan filtrlarga o'tish kerak. Agar qolgan filtrlarga o'tish uchun filter chainning do filter metodini chaqirmaydigan bo'lsanglar, sizlar istalgan request uchun 403 xatoligini olishinglar mumkin bo'ladi. Aynan shuning uchun filter chainning do filter metodini chaqirib qo'yishlar talab qilinadi. Xo'p, filtrda bizni qiladigan vazifamiz bitta, ishimiz bitta. Ana endi asosiy qiladigan vazifamiz shu filtrni mana bu security filter chainimizga ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun men required argis konstruktor olaman hamda constructor injection yordamida JVT filtrni inject qilib olamiz. Va mana bu o'sha any request authenticated yoki permit all shularni berayotgan paytimizda securityni qayerdan topadi, ya'ni user ro'yxatdan o'tganmi o'tmaganmi qanaqa biladi deydigan bo'lsak, add filter before metoddan foydalanamiz va mana shu cheklarni qilishdan oldin mana bu filtrni ishlat va bu filtrni ichida username password authentication filter mana shu orqali authenticationni aniqlagan deb turib aytamiz. Xo'p, demak bu jarayonlarni tekshirishdan oldin filter before mana shu filtr ishlab authenticationni oladi va olingan security authentication yordamida mana bu yo'llarga match qilib tekshirib chiqiladi. Xo'p, endi kelinglar buni bitta real case'da ishlatib ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun bizga test qilish uchun mana bu endpointlar yana kerak bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi navbatda userni muvaffaqiyatli saqlab olamiz va tokenni qaytarib olamiz. Xo'p, tokenni qaytarib olganimizdan so'ng mana bu dashbord yo'liga kelinglar, authorization, ya'ni headerlarga authorizationni berib yuborishimiz kerak. Bearer. Xo'p, authorization key orqali mana bu tokenni olgan deb biz hozirgina filtrda yozdik va o'shandan bitta user yasab olgan deb aytib qo'ydik. Endi bu requestni amalga oshiradigan bo'lsam, loglarni ko'ramiz. Negadir xatolik berdi. Username not found exception. Xo'p, demak, bu joyda bizda h2 bilan qanaqadir xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin yoki kelinglar hozir yana bir marta qaytadan debug rejimida run qilib filtrda nima jarayon yuzaga kelganini ko'rib chiqamiz. Xo'p, faqat birinchi filtrni olib turaman, userni yasab olgunimizcha. Xo'p, demak, user muvaffaqiyatli saqlandi. Tokenni muvaffaqiyatli oldik va kelinglar buni qo'yib ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, filtrga debug qo'ymoqchi edim. Qo'yadigan bo'lsak, xo'p, qadama-qadam ko'ramiz. Demak, token kelibdi, token kelgan. Barrierni qirqib tashladik. Mana EYJHB, EYJHB demak tokenni o'zi qoldi va username'ni olib, demak username negadir null keldi. Demak, xatolik bizda database bilan emas, JVT provider, ya'ni mana shu joyda nimadir xato ketgan. Xo'p, claimslarni olishda get subjectni olganmiz. Subjectga username yana bir narsani aytib o'tishim kerak. O'zi aslida hamma subject, sign with, issued at, expired at bularning hammasi
claimslar hisoblanadi, ya'ni mapda joylashadigan. Xo'p, endi claimslarni berishning ikki xil yo'li bor. Bittada map qilib yig'ishimiz mumkin yoki o'zini alohida bitta berib o'rnatishimiz ham mumkin. O'zimiz custom claimslar berishimiz mumkin yoki o'zini claimslariga qo'shishimiz mumkin. Endi bu yerda asosiy ketgan xatolik nimada bo'ldi? Ya'ni mana bu set subjektni bergandan keyin claimslarni set qilgan paytimda bu barcha claimslarni ustidan qaytadan override qilib yozib yuboradi. Ya'ni agar eng tagiga qo'yadigan bo'lsam, bu tepadagi bergan key valuelarim hech qaysi amalga oshmaydi va faqatgina mana shuni oxirgi berganimni ustidan yozib eslab qoladi. Shuning uchun birinchi bo'lib custom claimlarimni berib olib, keyin bitta claimlarni qo'shadigan bo'lsam, barcha claimlarim saqlanib qoladi. Demak, birinchi navbatda claimni berib, keyin username set qiladigan bo'lsak, endi ko'rib chiqamiz, to'g'ri ishlashi kerak. Xo'p, uning uchun yana bir marta qaytadan yuzini ro'yxatdan o'tkazib, tokenni olib, jarayonni ishlashini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, filtrdan olib tashlayman. User muvaffaqiyatli saqlandi. Xo'p, tokenni oldik. Ana endi ko'rishlari mumkin, dashboardgacha request yetib keldi. Xo'p, o'tkazadigan bo'lsak, this is custom dashboard, ya'ni yo'l ochildi. Endi bitta savol bo'lishi mumkin. Mana shusiz borsa nima bo'ladi? Shusiz boradigan bo'lsa, demak bizda 403, ya'ni bu yo'lga ruxsat yo'q, unauthorized. Xo'p, lekin men headerda authorization berib yuboradigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek, authorization bilan bu this is customer dashboard, ya'ni customer dashboardga biz va nihoyat yetib keldik. Xo'p, keyingi darslarda yana to'liqroq boshqa funksiyonalliklar bo'yicha ko'rib chiqamiz.